Assalomu alaykum. Bugun seshanba 18-avgust 2026-yil Namangan shahar ish hokimiyat yonidagi 3 ta pantdan neroqda sahna 3 favorot. 3 favorot sahnadama. Har doim kelgan joyimdama. Hozir mana shu chekkada kim o'tirganini aytaman. Isomiddin shoir ham bloger Jida Kapali uychini Toshkandan begi men deb keldilar. Yana tishirini aytaman. Iskandar aka hamra qilib eng kichkina shogirdlari Mirjalol Jida Kapali. Ular men deb keldilar. Ular blogerlar. O'zimda sahnani aylantirib ko'rsataman. Bo'pti. Mana sahna, ash sahna. Har doim kelgan joyim. Mana ikkalari o'tirishibdi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Elbek Abidovni muxlislari, assalomu alaykum barchaga. Salomat bo'linglar. Elbek aka. O, gapiring. Kayfiyatlar qalay aka? Kayfiyatlar. Yaxshi. Charchamayapsizmi? Rahmat o'zingizda ham. Isomiddin akam shoirlar taniysiz. Ham shoirlar, ham blogerlar. Ha, shunaqa. Siz sherigingiz, siz ham blogersiz bo'ldi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Aytganingiz kelsin. Ijodda nima yangiliklar aka? Bo'p turibdi. Xudo xolasa aka, yangi rejalar bilan keldik. Ha. Reklamalarni boshlaymiz aka. Yaxshi taklif bilan keldim oldingizga gaplashib oldik. Ha, yaxshi-da. Isomiddin akamdan bir to'rt qator she'r eshitamizmi? Eshitaylik, gapiring. Isomiddin aka. Nima haqida she'r aka? Sal yaqinroq olib keling endi bularni. Isomiddin akamga yaqinroq olib keling. Yoshlar qo'shilib ko'riningda mana. Ha, bitta. Bir she'r bor, negativ fikrda bo'ladiganlar uchun. Ha, bu unaqa emas, seni to'g'ri tushunishmasin. Ha, ba'zi bir negativlar uchun. Ba'zi bir negativlar uchun. Ha. Bo'ldi-da, iltimos, g'iybatim qilmang. Qoqilsam ortimdan yiqildi demang. Ko'rishib qolganda bo'lib mehribon, siz meni bunchalar g'amimni yemang. Yuribman rast terib, oddiydir holim. O'zimga yetyapti, topganim, borim. Qo'llab tursa bo'ldi, Xudoyim doim. Siz meni bunchalar g'amimni yemang. Iltimos bo'ldi-da, g'iybatim qilmang. Salomat bo'ling. Elbek Abidov. Negativ bo'lmasin, ha. Elbek Abidov uchun mana chiroyli she'r bo'ldi kanalingiz uchun. Joningiz sog' bo'lsin aka. Sog' bo'lsin. Aytganingiz kelsin. Instagram YouTube'ga qo'yaman bilasiz. Aha. Bo'ldi, endi sahnani ko'rsataman. Bo'pti. Bo'pti. Sog' bo'linglar. O'zim haqida ko'rinib xayrlashaman. Sog' bo'ling aka, rahmat. Bo'pti. Mana sahna har doim kelgan joyim. Xo'p. Mana ijodda bajarib, namoyish ettirdik. Bo'pti, xayr, salomat bo'ling.